Assalamualaikum. Bugungi bu xayr sahobat muzika o'yinimizni qilgan barliq mehmonlarga qadam tashifiga chin ko'nglimizdan rahmat. 非常感谢在座的每一位朋友来到我们今天的爱心现场，传递爱心的这个音乐现场。Bugungi asosiy maqsadimiz Xotan nahisida bir juft yoshlikka beqov olgan qizi Nurimanguldan suydik zaharlanish keslik giriftar bo'lib, Xinjiang ish uyanda davolanib o'tibdi hozir bu qizola. Bu ikki dehqon bu qizini davolash uchun, yetashib bu qizini davolash uchun intayin kambag'alchilikda uy bisotini setib, intayin qiyin ahvolga tushib qoldi. 今天主要的目的呢是新疆和田市的有一对夫妇，他们是很贫穷的农民，他们领养了一个7岁的女孩，她的名字叫诺尔曼古里。她现在正在医学院，新疆医学院在治疗，她得了非常严重的尿毒症，然后每个星期在透析。这个高额的医药费，这个一对夫妇非常很难很贫穷的把自己的房子，把自己所有的家产全部卖了，卖了以后还在维持这个还想维持这个7岁的这个孩子的生命。所以呢，我们在北京的所有的做音乐的朋友们聚在一起，希望给这个孩子做一点事儿，用我们的微薄的力量给他们献出我们自己的爱心，希望大家能支持我们，也把我们的这个爱心传到那些需要帮助的朋友们。Müzik faaliyetimizin dışına anneannevi millice müziğimizden başlayabiliriz. 今天我们的这个爱心音乐现场的第一个节目呢，是我们传统的维吾尔民乐，希望大家能支持。还有我们的下面呢摆了一个爱心这个箱子，如果有这个爱心想传递爱心的朋友们呢，可以表示自己的意思，这个是自愿的。Bardaq mehmonlar pastda bizga bu xayr saxovat sanduqni bir qo'yib qo'ydik. Agar yordamini shularga sunmoqchi bo'lgan mehmonlar bo'lsa, mishakilib o'zlikka ko'ngli zarqis bo'ldi. Rahmat, qani, 请大家欣赏。
Tabakta bizning İlyar muallim. İlyar rahmat. Dumbaq Azmat muallim. Ejekte Adil muallim. Ravatda Muttallib muallim. Gitarda